Assalomu alaykum. Oddiy usulda yeng bichishni ko'rsataman. Mana shu chizmadagi yengni bichamiz. Razmerimiz 56-razmer. Yeng uzunligi 64 sm. Yeng uzunligini belgilab olamiz. Yeng kengligimiz 20 sm. Mana buklarda 20 sm. 20. Endi qo'ltiq o'yindisini tushamiz. Razmer bo'lingan 2-8 ni tushamiz. 20 sm ni. Bu tarafga qarab to'g'ri chiziq chizamiz. O'rtasidan teng 2 ga bo'lamiz. 28 chiqdi. 14. 14 ning yarmi 7. 14 ning yarmi, bu yer ham 14 ana 7. Bu yerdan 2 sm tepaga, ikkinchi chizig'imizdan 1 sm pastga tushib, aylana hosil qilib olamiz. O'n 11 sm qo'yamiz. Endi buni o'lchab ko'rib o'zingiz qo'yasiz. Bu yerda tutashtirib yuboramiz. Mana yengimiz tayyor. Assalomu alaykum. Oddiy usulda yeng bichishni ko'rsataman. Mana shu chizmadagi yengni bichamiz. Razmerimiz 56-razmer. Yeng uzunligi 64 sm. Yeng uzunligini belgilab olamiz. Yeng kengligimiz 20 sm. Mana buklarda 20 sm. 20. Endi qo'ltiq o'yindisini tushamiz. Razmer bo'lingan 2-8 ni tushamiz. 20 sm ni. Bu tarafga qarab to'g'ri chiziq chizamiz. O'rtasidan teng 2 ga bo'lamiz. 28 chiqdi. 14. 14 ning yarmi 7. 14 ning yarmi, bu yer ham 14 ana 7. Bu yerdan 2 sm tepaga, ikkinchi chizig'imizdan